Radarga tushganman. Chetga chiqishimga shu narsaning ta'siri bormi? Sizda qaysi jarima bo'lishidan qat'iy nazar, xoh jarima radardan bo'lsin, xoh alimentingiz bo'lsin, xoh bankdan qarzdorlik bo'lsin. Qaysi birida sizda qarzdorlik bo'lsa ham chetga chiqish mumkin emas. Buni tekshirish uchun men sizga yo'lni o'rgatib qo'yaman. Hop, birinchi bo'lib Google dan mip.uz saytiga kirib olamiz. Qarzdorlikni tekshirish degani bor. Birinchi qarzdorlikni ko'ring. Birinchisiga pasport seriyasi AB qilib terasiz. Keyingisida seriya raqamingiz. 7 talik seriya raqam bo'ladi. Ularni to'liq kiritamiz. Respublikadan chiqish degani ham bor. Unga ham kirib tekshirib olganingiz afzal. Pasportingizdagida ko'rsatilgan mana bu 14 talik GSHR raqamini kiritasiz. Mantiqiy savolga javob bersangiz bo'ldi. Xo'p, agar sizda qarzdorlik chiqadigan bo'lsa, shu yerda qarzdorlikni bartaraf qilmaguncha ucha olmaysiz. Menga obuna bo'lib, shu videoni radarga ko'p tushadigan yaqin do'stlaringizga yuborib qo'ying.